Kelinjon, shartlarimni eshiting. Uyingizga bormaysiz. Uyingizga borsangiz, oyingiz sizni o'zgartirib qo'yadi. Telefonda kam gaplashasiz. O'zi telefon ishlatmasangiz ham bo'ladi. Ha, o'zi oyingizdan ham voz kechsangiz ham bo'ladi. Yo'q, oyim nima uchun men uyimdagilardan voz kechaman? Sabab, o'zi uyingizdagilar bilan munosabat qilsangiz, uyingizdagilar sizni o'zgartirib qo'yadi, kelinjonlar. Xo'p, oyijon, men uyimdagilarni o'zgartirib qo'ysa, xo'p, men uyimdagilardan voz kechaman. Meni ham shartim bor. Bo'pti, Oyijon, bo'lmasa sizdan ham voz kechsin o'g'lingiz. Siz ham o'g'lingizni o'zgartirib qo'yasiz. Keyin bizni urushtirib qo'yasiz. eskilarni gapi bor. Birinchi pichoqni o'zingizga tiqing, og'irmasa birovga tiqing deyshadi. Gapni o'ylab gapirish kerak, oyijon. Kelinjon, shartlarimni eshiting. Uyingizga bormaysiz. Uyingizga borsangiz, oyingiz sizni o'zgartirib qo'yadi. Telefonda kam gaplashasiz. O'zi telefon ishlatmasangiz ham bo'ladi. Ha, o'zi oyingizdan ham voz kechsangiz ham bo'ladi. Yo'q, oyim nima uchun men uyimdagilardan voz kechaman? Sabab, o'zi uyingizdagilar bilan munosabat qilsangiz, uyingizdagilar sizni o'zgartirib qo'yadi, kelinjonlar. Xo'p, oyijon, men uyimdagilarni o'zgartirib qo'ysa, xo'p, men uyimdagilardan voz kechaman. Meni ham shartim bor. Bo'pti, Oyijon, bo'lmasa sizdan ham voz kechsin o'g'lingiz. Siz ham o'g'lingizni o'zgartirib qo'yasiz. Keyin bizni urushtirib qo'yasiz. eskilarni gapi bor. Birinchi pichoqni o'zingizga tiqing, og'irmasa birovga tiqing deyshadi. Gapni o'ylab gapirish kerak, oyijon.